Assalamu alaykum qarindoshlar. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, 12 ayning 21-kuni Sharqi Janubiy Osiyodagi 90 dan ortiq musulmon tashkilotlari va parlament a'zolari birlikda Islom hamkorlik tashkilotiga xat yozib, uni sukutni buzib tashlab, Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi ochiq-oshkora pozitsiya bildirishga chaqiriq qildi. Bu biz uchun nihoyat muhim bir xabardir. Shunga men bu xatning mazmunini tarjima qilib sizlarga sundim. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarga vakillik qiladigan 90 dan ortiq ommaviy tashkilot vakillari va Janubiy Sharq Osiyo davlatlarining parlament a'zolari. Biz Islom hamkorlik tashkilotining Xitoy Xalq Cumhuriyetining Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarga qartilgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi elib berilgan jinoiy qilmishlarga qarshi kuchli pozitsiya bildirishni talab qilamiz. 2016 yildan boshlab milyonlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlar Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida xohlagancha tutib turildi. Ular shu yerda sistemalik qiynash, bosqinchilik va majburiy emgakka uchrab keldi. Tarbiyalash lager sistemasi Xitoy Xalq Cumhuriyetining islom dini va Uyg'ur diniy kimligiga qattiq zarba berishni o'z ichiga olgan Uyg'ur milliy kimligining her bir amiliga qaratilgan hücumning bir qismidir. Qur'onga ega bo'lish, duo tilovat qilish, saqal qo'yish yoki hijob taqash qatorliq odatdagi diniy qoidalarning hammasi Uyg'ur va boshqalarning jazo lagerlarining birida tutib turilishidagi sababi bo'lib qoldi. Lagerdagi mahbuslar cho'shqi go'shti yeyishga ve aroq ichishga majburlandi. Buningdan boshqa Sharq Turkistondagi minglagan masjid, mazar, qabristonlik va diniy ahamiyatga ega boshqa o'rinlar vayron qilindi yoki chiqib tashlandi. Xitoy Xalq Cumhuriyetining bu harakati Uyg'urlarga va boshqa musulmonlarga hujum qilib qolmasdan hukumat amaldorlari islomni davolashga tegishlik ideyaviy kasallik deb haqoratlab, islomning o'ziga qilingan hujum deb tasvirlagan. Xitoy Xalq Cumhuriyetining Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarga qartilgan sistemalik kishilik huquqqa dafsanda qilishi Amerika hukumati qatorliq 7 davlat parlament tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb belgilashni barpo qildi. Yaqindan buyon bu jinoyatlar Londondagi mustaqil Uyg'ur tribunal tarafidan dalillandi. Ular Xitoy Xalq Cumhuriyetining irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga asosan irqiy qirg'inchilik qilganligini hukm qildi. Dalil isbotlar aniq bo'ldi. Endi bu ishni sal qarashga hargiz bo'lmaydi. Musulmonlar dunyosining kollektiv sadosi deb jakalgan islom hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish suhbatingiz bilan milyonlagan musulmon qarindosh va och singillaringizning dahshatlik taqdiriga ko'zingizni yumib, o'zingizning axloqiy qimmat ko'z qarashi va prinsiplaringizni ochiq-oshkora nazardan soqit qilganlik bo'ldi. Islom hamkorlik tashkilotining nizomnomasining 1-moddasida siz a'zo bo'lmagan davlatlardagi musulmonlar jamiyati va oz sonli millatlarning huquqi, izzat, hurmati, diniy va madaniyat kimligini qo'g'dashga qasam bersiz. Biz sizdan faqat shu va'daga amal qilishingizni samimiy so'raymiz. Xitoy Xalq Cumhuriyetining
Uyghur, Kazak ve başka Müslümanlığa kartılgan qabih jinoiy qilmishlarga sukut qilishingizini davomlashtirish İslam Hamkorlik Tashkilotining ishonchligi ve xalqarodagi o'rniga zo'r ziyon soldi. Uyg'urlar ve Kazaklarla emas, bütün dünyadaki Müslümanlar sizning to'g'ri ish qilishingizni kuzatyapti. Biz sizni Xitoy Xalq Cumhuriyetining kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi uchuq pozitsiya bildirib, Uyg'urlar xalqaro tashkilotlar va hukumatlarning irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun ko'rsatgan tirishchanligini qo'llashga chaqiramiz. Hurmat bilan.